Kechaga tushgan milliy sertifikat savollaridan yana biri. Demak, A, B, C davriy o'nlik kasrlarni taqqoslashimiz kerak. Buning uchun biz qavslarsiz ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni bu yerda 14 takrorlanishli 2,14, 14, 14 va hokazo mana shu tartibda ketaveradi. 14 takrorlanib ketaveradi. Bu yerda davrimizda 4. Demak, 4 takrorlanib ketadi. 2,1 davrida 4. Har safar 4 takrorlanib ketaveradi. Keyingisida 2,100dan 111 deymizmi? 4 takrorlanib ketaveradi. Endi taqqoslashligimiz uchun nima qilamiz? Avval butun qismiga qaraymiz. Butun qismiga e'tibor beradigan bo'lsak, hammasi 2 demak, bir-biriga teng. Butun qismidan keyin 10 dan 1lar, 100 dan 1lar, 1000 dan 1lar xonasiga birin-ketin qarab ketamiz. Agar qaysi biri katta bo'lsa, o'sha kasr katta bo'ladi. Demak, bu yerda 1, demak, teng 1, 4, 4. 4, 4 birdan katta. Demak, A, B, C bu yerda A va B C'dan katta, C eng kichigi. Agar o'sish tartibida joylashtiradigan bo'lsak, endi A va B ni taqqoslashimiz kerak. Keyingi qismi 1000 dan 1lar xonasi 1 va 4. Demak, A B dan kichik ekan, keyingisi A, keyingisi B. Bu o'sish tartibida joylashdi. Kamayish tartibida joylashishi so'ralgan edi. B, A, C ko'rinishda bo'lgan bo'lar edi.